Qalbi go'zallarim, bugun sizlar bilan iftorlik dasturxoni uchun juda ham mazali chiqadigan tvorogli pirog tayyorlashni o'rganamiz. Birinchi bo'lib xamirini tayyorlab olamiz. Ilingan unimizga margarinimizni solib, kroshka qilgandan so'ng chimdim tuz, vanilin, qabartma solib, yana yaxshilab aralashtirib olamiz. Alohida idishda tuxum, smetana, shakarli massani tayyorlab olib, uni ham solib, xamir qorib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirimizni qolipimizga joylab, yoyib olamiz va vilka urib pishirib olamiz 15 daqiqa atrofida. Pishib chiqqan korjimiz ustiga tvorogli nachinkamizni solamiz. Tvorogli nachinka tayyorlanishini hammasini to'liq opisaniyada yozib qoldiraman. Endi bezet tayyorlab olamiz. Tuxum oqiga shakar, kukuruzning kraxmali solib, yaxshilab ko'pirtirib olamiz. Tayyor bo'lgan bezeyimizni tvorogli nachinkamiz ustidan chiqarib olamiz va yana qizigan duxovkaga pirogimizni qo'yamiz. Shunaqa bezelari qotib korchka bo'lguncha pishirib olamiz. Retsept yoqqan bo'lsa, ketkizgan vaqtingizga rozi bo'linglar, duo qilib qo'ysanglar juda ham xursand bo'laman.